bu Emilianani 7-marta ham o'rdim-da. 7-yoz oylarida 20-21 kunda tayyor bo'lyapti-da mana. Abdumajid aka, mana shu bedani Emiliana navi haqida, keyin mana bedani qachon o'rish, qanday uni agrotexnikasi ishlarini bajarish haqida bir fermerlarimizga bir tavsiyalar berib olsangiz, shu haqida bir gapirib bersangiz, bu bedani qanaqa o'zining xususiyatlari bor ekan? Shular haqida ozgina bir ma'lumot berib olsangiz. Bu yil bu 2-yili to'liq hosil olayotgan nimamiz biz. Bu dalani gapingizni bo'ldim. Bu 2020-yil avgust oyida ekilgan dalami shunda yo 2019-yil? 2019-yil avgust oyida ekdik. Keyin kech kuzda, o'sha yil kuz yaxshi keldi. Kech kuzda bir marta o'rib oldik. Bir marta o'rib oldik, hosili kamroq bo'ldi. Ichiga ozgina bir gektarga 50 kilodan arpa qo'shib ekuvdik-da. Yozda ozgina salqin bo'lsin deb o'shanaqa ekuvdik. Yaxshi tumani ko'rib tursa to'liq ko'chat oldik. Keyin uni shu где-то oktyabrda 15-20larga o'rdik. Havo yaxshi bo'ldi, sovuq kelmadi o'sha yili. O'rdikda senashga bosib oldik buni. Endi 2020-yili, o'tgan yili bundan biz to'liq hosil oldik. Men o'tgan yili 7-marta ham o'rdim-da. Yoz oylarida 20-21 kunda tayyor bo'lyapti-da mana. Suvini vaqtida bersangiz, bu bedani biz bundan bugun 6 may bo'lsa, birinchi o'rimda 2-may kuni o'rganmiz. Bu demak 24 kun bo'ldi ikkinchi o'rim. 24 kunda mana shu holatga kelgan, to'g'rimi? Mana shu holatga keldi. 24 kunda mana shu holatga keldi. 2-mayda birinchi o'rimda o'rib olganmiz, senash qilib olganmiz. Endi bir gap aytayin. Bu beda o'zi nima degani? Beda chorva uchun oqsilga boy oziqa sifatida foydalaniladi. Endi bizlarning ko'p fermerlarimiz buni pichan holatda tayyorlaydi. Pichan holatda tayyorlagan vaqtda pichanni buni o'rib, uni quritgan vaqtda bu bedada shu gullashdan oldin butanizatsiya davri bo'ladi-ku, o'sha davrda 25% gacha oqsil bo'ladi. Oqsil 24-25% oqsil bo'ladi. Karatin moddasiga juda ham boy oziqa hisoblanadi. Vitamin A degani bu karatin degani. Endi bu bedani pichan holatda tayyorlagan paytimizda bunda biz qariyb 2 barobarga yo'qotamiz oqsilni. Oqsil. Demak, qancha ko'p gullagan sari protein oqsil miqdori kamayib boradi. Nega? Buni sababi bu beda o'sgan sayin bu o'zini saqlaydi, o'smaydi va yiqilmaslikka harakatini qiladi. Qancha buni uzoq saqlasak, uni tagidagi mana bu yerda mana qarang, mana o'zi qotishni boshlagan. Mana shu yerda lignin moddasi yig'ilishi boshlaydi. Lignin ko'paydi degani oqsil kamaydi degani, kletchatka miqdorini oshib ketishiga olib keladi. Natijada buni anaqasi kam bo'ladi, effektivniyasi kam bo'ladi, foydasi. Ham lignin ko'paygan sari molga hazm qilish jarayoni juda ham kletchatka oshib ketadi. Endi bundan tashqari buni endi agar buni bedani boyagi senash tayyorlashni men tavsiya qilaman ko'proq holatda. Keyin ayrim odamlar o'ylaydi, birinchi o'rim beda ozgina begonot bo'ladi. O'shandan qo'rqadi. U 5% bo'ladi. Endi beda to'liq ko'chatga ega bo'ladigan, beda poya bo'ladigan bo'lsa, u 3-5% miqdorida begonot bo'lishi mumkin. Bu juda ham qo'rqinchli narsa emas. Chunki birinchi o'rimdan tayyorlangan senash eng sifatli senash hisoblanadi. Nima uchun? Endi mana Qodir, siz yaxshi bilasiz, boyagi nimani? Shu agronomsiz, shu nimani ichida yuribsiz, urug'chilikni ichida yuribsiz. Bir gap aytaymi mana? Beda qachon ko'klashib boshlaydi? Ob-havoga qarab fevralda 20dan keyin ko'karishni boshlaydi, to'g'rimi yo'qmi? Endi bir gapda bu o'zi o'ylang, fevraldan 10 kun, mart 30 kun, 31 kun, ana 38 kun bo'lsin, 40 kun bo'ldi. Aprelda 1 oy, 70 kun. 2-may bo'lsa 75 kunda o'rildi. Birinchi o'rim, to'g'rimi? 75 kun bo'lgan ekan, o'sha paytda endi o'zi hisoblang. Mart oyida o'rtacha ob-havoning issiqligi qancha? O'rtacha oylik nimani oling? Mart oyida 15 dan oshmaydi. 15. To'g'rimi? O'rtacha 15 olsak bo'ladi. Adashmaymiz. Aprel oyida qancha bo'ladi? Aprel oyida o'sha 20 dan baland bo'lib ketadi. 22. Undan baland emas, 22, 24 bo'lsin. May oyidachi. May oyida mana hozirgi holat 30 dan oshib ketdi. To'g'rimi yo'qmi? Bu degani qancha havo anaqasi past bo'lib, ob-havoning issiqlik past bo'lib, boyagi bo'lgan sayin bundagi boyagi birinchi beda o'rimidagi oqsil miqdori, undagi karatin moddasining ko'pligi birinchi anaqada bo'ladi, birinchi o'rimda bo'ladi. O'shaning uchun birinchi o'rimdan tayyorlangan senajda oqsil miqdori agar yaxshi sifatli tayyorlasangiz 21-23% saqlab qolish imkoniyati bo'ladi. Bu degani 2 kilogramm ko'k senaj 1 kilogramm soya shuruti bilan teng oqsilni bera oladi. Bundan tashqari bu
soyadagi oqsilga nisbatan bundagi oqsil tez hazm bo'ladigan hamda karatin hamda vitamin A bo'lgani hisobiga organizmga tushgan zararli moddalarni neytralizatsiya qilish holatiga ega, anaqasiga ega, xususiyatiga ega. Shuning uchun bu bedani ko'proq agar bedadan ko'p hosil olaman degan odam mana sizga aytyapman, mana 2-may kuni o'rdim. Ertaga 27 число kuni уже o'raman, mana ko'rib turibsiz 3-5% gullagan. 3-5% oshib ketish kerak emas gullagan. O'raman, xudo xolasa, o'ramanda buni ham darrov senaj tayyorlayman. Pichan qilmayman. Keyingi o'rimlarni pichan qilmoqchiman hozir. Chunki men birinchi o'rimdan 30 gektardan men 700 tonna nimani bosib oldim. Senaj, beda senajni bosdim. Hozir yana bosib olsam bir 500-600 tonna bosib olsam, men 1 yillik beda senajiga bo'lgan 400 ta sigirimni anaqasini talabini qondiradi. Chunki bir sigirga bir kunga 6-7 kilogramm beda senaj bir kunlik oqsilni ta'minlay oladi. Tushundingizmi? Shuning uchun bu juda ham anaqa. Endi buni senaj tayyorlaganning yana bir foydali tarafi, o'zingiz o'ylang, mana 2-may kuni o'rgan bo'lsam, mana 25 kun, 24 kun o'tib ikkinchi o'rinda olyapman. Yana 20 kundan keyin 3-o'rinda olaman. Demak, kuzgacha men 6 marta, 7 marta o'raman degan niyatim yo'q emas. Meni hisob-kitobim bo'yicha. Shuning uchun bu Emiliana sorti juda ham boya serbar, ko'rib turibsiz mana. Birinchidan, ikkinchidan tez pishadi juda ham. Tez yetiluvchan. Chunki o'zingiz o'ylangda, mana 2-may bo'lsa, mana bugun tayyor o'sha o'rim. Bitta suv bilan. Bir o'raman, bir suv. Ammo birovlar o'ylaydi-da, bedani ekishdan oldin bunga mehnat qilish kerak. Ekishdan oldin. Birovlar unga e'tibor qilmaydi. Beda ekdan beda o'zi azot yig'adi degani juda ham noto'g'ri narsa. Bedaga ham oziqa talab qilinadi. Bedaga qanaqa? Misol uchun bedaga fosfor, beda to'g'ri o'zining tomiriga azot yig'adi, lekin fosfor yig'maydi. Shuning uchun biz обязательно beda ekadigan maydonga kamida 300-350 kilo amofosni tashlaydi. Fosforli o'g'it chuqur haydab eksangiz, 1 yildan keyin buni tomiri bilasiz qanchaga borishini. O'shani polni o'sha 4 yil, 5 yilga o'sha yetadigan oziqa. Bundan tashqari, lekin bedani yana bir ishlov berish, ko'p odamlar fitonomus tushishini kutib yuradi. Tushgandan keyin, qurt tushgandan keyin anaqa sepaman. Dori sepishga boshlashadi. Yo'q, unaqa emas. Shu boyagi erta ko'klam kutmasdan sepish kerak uni. Men shunday qildim. Bir dona fitonomusga yedirganim yo'q. Demak, u kelmasdan oldin profilaktik choralar ko'rgansiz. Chorani men 2 marta ko'rdim. Birinchi o'rinda, ikkinchi o'rinda mana ko'rganim yo'q. Lekin birinchi o'rinda bilas ko'klamda tushadi. O'shaning uchun 2 marta shuni qurtga qarshi sepdim. Tushmasa ham sepdim. Bundan tashqari bunga ozgina iloji bo'lsa, boya kaliyli o'g'it bersa zarar qilmaydi. Men ko'klamda beraman shuni. Mana erta ko'klam barana bosadi-yu, shu paytda kaliyli o'g'it beraman ozgina. Kaliyli o'g'it. Keyin ana 350 kilo fosfor berdim, 5 kilo yetadi dedi-ku. Bu yil lekin 100 kilo fosfor ham berdim. Bu adamashtaga to'g'ri. Bizni o'zimizning tavsiyamiz bo'yicha bedaga ishlov berishda 1 yilda bir marta boyatganingizga 300-350 kilogramm fosforli o'g'it va 70-80 kilogramm kaliyli o'g'it berish kerak. Azotli o'g'it shart emas bunga. Lekin har yili shu qishda uyquga ketgan paytda 300-350 kilogramm ammofos va 70-80 kilogramm kaliy bersa, beda o'ziga kerakli oziqani shundan oladi. Shunaqa ekan. 4 yil, 5 yildan keyin bu o'ziga yerga 30-40% gacha azot to'playdi. Uni o'rniga keyin makkajo'xori yoki azotga talabchanligi yuqori bo'lgan o'simliklarni eksa, juda ham katta natija, juda ham katta hosil olish mumkin. Endi Abdumajid aka, yana bitta savolim bor edi. Ko'pchilik odamlarda shunaqa fikr bor. Bedani birinchi o'rimi achchiq bo'ladi deyshadi. Shu bo'yicha qanaqa fikringiz sizning? Bu noto'g'ri narsa. Bedani birinchi o'rimi achchiq bo'ladi degani bu noto'g'ri narsa. Chunki u nima uchun? Albatta achchiq bo'ladi. Lekin kim ko'p holatda yedirsa achchiq bo'ladi. Ko'p holatda bedani molga yedirish umuman tavsiya etilmaydi. Noto'g'ri texnologiya. Nima uchun? Qo'shish mumkin. Men qo'shmasin deb ayta olmayman. Men o'zim oziqachiman. 10% gacha qo'shish mumkin. Umumiy ratsionda 10% ga ko'k beda qo'ysangiz bo'ladi. Bir kunlik ratsion bor-ku, o'shani 10% ga ko'k beda qo'ysangiz bo'ladi. Nega? Buni sababi qarang. Bu fermerga qanchalik zararligini aytaymi? Mana yaxshi bilasiz, yilda 2 marta bizada kana mavsum bo'ladi. O'zbekistonda bilasiz, mayda boshida bo'ladi, kuzda bo'ladi, salqin paytda, to'g'rimi? Endi qarang, qora mollarni ko'p fermerlar aytadi, men 12 yil bo'ldi chora fermer bo'lganimga, men ana nimaga, kanaga qarshi ukol qildiryapman, vaksina qildiryapman. Men umuman qildirmayman buni. Nima uchun? Men u kanaga chaqtirmayman, chunki kontaktni olib tashlayman. Kontaktni olib tashlayman degani, ko'p holatda bedani hech qachon bedan qanaqa oziqa bilasizmi? Juda ham shiraga boy, to'g'rimi? Shirasi ko'p mana. Namga boy ko'plik paytda. Kana qanaqangi parazit? Shira bilan namni yaxshi ko'radi. Buni shunday o'rgan paytingizda bir kundan keyin tanadan 5-6 soatdan keyin tanadan suv qochish boshlaydimi? Kana
yerdagi tomirga qochib o'tadi. O'shani olib borib bostirgan senajingizda umuman birinchidan bo'lmaydi. Mabodo adashib borgan bitta ikkitasi ham senajda o'ladi. Bular senaj 38-40% gacha nima bo'ladi? Qiziydi o'sha paytda o'lib ketadi. O'shaning uchun men tavsiya umuman qilmayman. Men umuman ko'p beda bermayman. Ana nima deydi? Beda senajda tayyorlashni bilmagan odam 10% ko'k bedani qo'shishi mumkin. 10% ko'k bedani qo'shishi mumkin. Birinchi o'rin emas, ikkinchi o'rin ham ozgina achchiq bo'lishi mumkin bu. Bu buni achchiq shirinligida emas, boya 10% bo'lganiga ta'm bilinmay ketadi birinchidan. Ikkinchidan buni ko'p holatda iloji bo'lsa ishlatmaslik kerak. Buni senaj holatda ishlatish kerak. Mayli beda pichan ham tayyorlash kerak, baribir kerak bu ham. Lekin asosan beda senaj tayyorlashga aniq qilish kerak. Ko'p foydaligi ichidagi protein, oqsil miqdorlari saqlanib qoladi demoqchisiz-da, senaj bo'lsa. Press bo'lganda u mana qarang, men kecha buni mana shu senajni nima qildimda, meni baxtimga Belorussiyadan bir mutaxassis kelib qoldi, chorvador. Laboratoriya, men ertaga uchib ketyapman dedi. Senajim tayyor bo'lib qoldi. Boshqanimga senaj, beda senaj boshqanimga 15 kundan oshib qolibdi o'zi. Berib yuboruvdim-da, 22% oqsili bor deb berdi menga. Belorussiyaga olib borib, laboratoriyadan chiqarib qog'oz turibdi o'zimda menda. 22% oqsili bor deb berdi. Bu degani borki, bilasizmi, bu boyagi butun dunyodagi muammoda bu oqsilga yetishmovchiligi butun dunyoda bor-da, nafaqat O'zbekistonda, butun dunyoda bor. Lekin bizning imkoniyatimiz katta, imkoniyatdan to'g'ri foydalanmaymiz. Buni senaj tayyorlashni albatta bilish kerak. Senaj tayyorlaganda uni namligiga juda katta e'tibor qilish kerak. Eng keragi shu beda 55-60% namlik holati bo'lgan paytda zudlik bilan 24 soat ichida yig'ib olish kerak buni. Buni 2-3 kunga cho'zgan beda senaj bo'lmaydi. Keyin unga konservantlar iloji bo'lsa qo'shish kerak. Endi konservant topa olmadim, shuning uchun beda senaj qilmadim deyish ham noto'g'ri. Konservantim men olib keltirdim kecha Avstriyadan, lekin yetib kelmay qoldi-da. Ikkinchi may kuni bosdim-ku. 5 konservantov bosdim. Hozir men agar ko'p fermerlar ko'radi-ku sizlarni. Ana beda tayyorlangan beda senajimni bir joyida bir ko'rsatay, tayyor senajni. O'shani ham bir olinglar. Odamlar misol uchun foyda bo'lar, balki insonlar tushunib tayyorlar, ertaga uchun. Hozir yana bitta ozgina bir qisqacha ma'lumot bersangiz, shu senaj tayyorlash bo'yicha. Mana aytaylik, siz birinchi bu mana o'rim keldi, ertaga o'rishni boshlaysiz. Buni o'rib yerga yotqizib ketasiz. Ikkinchi kuni примерно 50-60% ga namligi yo'qolganda, 50-60% ga tushganda namligi, ana shu paytda siz yig'ib olasiz, to'g'rimi? To'g'ri. Yig'ib, men uni borku bir marta ag'daraman. Ag'darmasa, boyagi mono deyiladi, bir xil anaqa bo'lmaydi. Ayrim joyi qurib ketadi, ayrim joyi nam bo'lib qoladi. Menda endi ana kasilka bor. Boyagi nima yig'adigan rotorli nima bor. O'sha bilan ag'daraman men bir marta. O'rdimmi? 5-6 soat ob-havoni issiq anaqasiga qarab, 5-6 soatdan keyin bitta ag'daramanda, keyin где-то o'tgan nimani ko'klam oyida issiq kamroq bo'ldi-ki, ikkinchi mayda 24 soatda tayyor bo'ldi. 24 soatda o'rdim. Bir ag'darganimdan keyin 24 soatda ko'rganimda 55-60% namlik bo'ldi. O'sha paytda o'rdim. Endi hozir mana bugungi kunda ob-havosini ko'ryapsiz, mana 30 dan baland, 40 ga yaqin, 35-36 gradus. Demak, почти 10-12 gradusga baland o'sha paytda. Bu degani 24 soat emas, balki 15 soatda bo'lar. Shunga e'tibor qilish kerak albatta. Bo'lmasam adashib qoladi. Juda ko'p odam buni ko'mir qilib oladida, katta maydondagini tayyorlamaydi-da, ko'mir bo'lib ketadi, kuyib ketadi. Chunki oqsilga boy bu. Bu ana senajga o'xshab suv chiqib ketib qolavermaydi. Buni senaj qilish juda ham qiyin. O'shaning uchun ko'p odam ko'mir qilib oladi, keyin qila olmas ekanman deb hafsalasi bir bo'ladi. Uni ozgina mehnat qilish kerak, gapni ochig'i. Katta rahmat sizga.